Oyga qara ko'chani o'rtasida nima qilib o'ynab o'tiribsan sen? Men bu yangi yilga o'ynab Qorboboga she'r aytib sovg'a olmoqchiman. Qorbobodan she'r aytib sovg'a olgandan ko'ra mana elga taksiga telefon qil. 5-yanvargacha Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida kim ko'p telefon qilsa, ana shu elga taksida xizmatidan maishiy texnikalar sovg'a sifatida oladi. Hamma uyga kerakli bo'lgan jihozlarmi? Uyingga nima kerakli bo'lsa, o'shani olasan. Menga Qorbobo, Sorbobo deysan ko'chani o'rtasida. Ammo o'tgan safar yutib olganman ana shu elga taksidan. Rahmat senga. Ana shu tanlovimiz 5-yanvargacha bo'lyapti. Voy Dani, o'shani men onlayn aytmayman. Ko'chada archa atayda Qorbobo kutib o'tiribman, sovg'a olaman. Yig'ishtir Qorbobo, bor o'sha yoqqa borib bor. Yo, yig'ishtir o'sha yoqqa bor. Bor, bilsak topshiraman bo'lmasa. Ha, shpara shakal. 14:08 ga telefon qil. Alo. Elga taksimi bu? Yana bitta klient yubordim sizlarga. Plyus qilib qo'yinglar.